Nurafshon shahrida xalq deputatlari Toshkent viloyati kengashining navbatdagi 13-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda sessiyaga aloqador tashkilot rahbarlari va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Hozir shu haqda. Sessiya kun tartibiga 5 ta masala kiritildi. Jarayonda iste'molchilarga yetkazib beriladigan ichimlik suvi va ko'rsatiladigan oqova suv xizmatlari tariflari, tashqi reklama va axborot obyektlarini o'rnatish chizmalari, shuningdek, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bo'yicha taklif va tavsiyalar berildi. Jumladan jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan mulkiy zararlarni kompensatsiya qilish bo'yicha hududiy maqsadli jamg'armaga mablag' shakllantirish, viloyat hududidagi ichki yo'llarni ta'mirlash va infratuzilmasini yaxshilash, o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari, ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish masalalari ham ko'rib chiqildi. Sessiyada viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga taalluqli bo'ladigan dolzarb masalalar ko'rib chiqildi va bu masalalar bo'yicha aynan mas'ul rahbarlar tomonidan hisobotlar, axborotlar berildi. Biz deputatlar bu masalalar bo'yicha o'zimizni saylovchilarning fikrlaridan kelib chiqqan holda ularni mazkur masalalar bo'yicha aniq savollar berdik va savollarga kerakli javoblar olishga erishdik. Bir narsani aytishimiz mumkin, bugungi kunda xalq deputatlari, Toshkent viloyati kengashi deputatlari viloyatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha hamma sohaga kirib borishga harakat qilyapti. Deputatlarimiz o'sha tumanlarda eng quyi tizimga tushib, bu yerda nafaqat bugungi kun tartibidagi masalalar, ayniqsa joylarda saylovchilar bilan uchrashuv jarayonlarida saylovchilarning qiynayotgan masalalari bo'yicha, bu ta'lim tizimini rivojlantirish bo'ladimi, sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha bo'ladimi, yoki bo'lmasa aholining maishiy turmush darajasini yaxshilash bo'yicha taalluqli masalalar bo'yicha o'rganishlar o'tib, joylarda saylovchilardan tushayotgan masalalarni o'rganib, aniq savollarga javob berishga harakat qilishyapti. Xususan majlisda deputatlar aholi muammolari bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, mahalliy byudjet kabi yo'nalishlarda bajarilgan ishlar holati hamda belgilangan masalalarni ham muhokama qildilar.